Demak, ustoz, ijodkor, shoir Mirza Karimni taklif qilamiz. Qani keling Mirzoga, marhamat. Yashang, assalomu alaykum. Bor bo'ling. Mirzoga xush ko'rganimizdan xursandmiz. Doim xursand bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum aziz oqshom ko'rsatuvini muxlislari, hamyurtlar, barchalaringizni nurli oqshom bilan yana bir bor muborakbod etaman. Bor bo'ling, salomat Siz bo'ling. bilan o'tgan yil ko'rishgandik, mana bu yil ham nasib etib yana oqshomlarda ko'rishib turibmiz. Xursandmiz ko'rganimizdan. Sizdagi insonlar bilan, shoirlar bilan suhbatlashish, oqshomni o'tkazish zavqli bo'ladi. Bugun nafaqat biz maza qilamiz, balki bizni tomosha qilib o'tirgan, adabiyotni, san'atni sevuvchi, qalbida san'atga bo'lgan ishtiyoqi juda ham baland mahalladoshlarimiz ko'rib xursand bo'lishadi. Sog' bo'ling. Demak, men qaydaman, Aha. men mahalla Salomat telekanalidaman. bo'ling. Oqshomlar ko'rsatuvidaman, xudo xohlasa. Shu yertasiz aka. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Endi shu savolni beraman deb turdim. Qaysi ko'rsatuv yo nimaga qaramaylik, ustoz qachon men qaydaman deb boshlar edilar. Mana hozir savolga o'zlari ham javob berdi. Endi buni sababi nima? Ustoz, agar sir bo'lmasa. Sababi yaqinda juda ham aniqlashdi. Sababi men o'sha bir ukamni to'ylarga borib keldim. Juda ham qattiq taklif qildi, shu iltimos qilishgan uchun. Yaqin 880 kilometr yurib, Surxondaryoning Uzun tumaniga to'yga bordim va shunda o'sha Termizda yana bir ukamiz ko'rishmoqchi bo'ldi. 100 kilometr uzoqlikdaman, hech qayoqqa ketmang, sizni ko'rgani boraman deydi. Avvalam Toshkentda ko'rishganmiz shu uka bilan. Men hayron qolganim, endi imkoniyat cheklangan, ko'zlari ojiz, 100 kilometrda meni ko'rgani kelyapti. Keyin hazillashib nimada postda saloha qo'ydim. Ko'zi borlar ko'ra olmay turgan bir paytda ko'zi ojiz bir muxlisim yo'qlab kelyapti. Chunki qalbi ochiq u insonni va nihoyat kelib ko'rishib o'sha men qaydaman degandan quloq solib turar ekanda. O'sha kerak ekan shu menga. Yana ham nima deydi, mana shu odatimni endi tark etmaslikka harakat qilaman. Mana shunday qadrdonlar uchun. Albatta Jumanazar ham buni ko'radi, xursand bo'lishadi. Bor bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Surxondaryo, Termizda men kimnidir qidirib yuribman degan bir post ham qo'ygan ekansiz. U kim edi? Topildimi o'zi? Yo'q, unisi keyingi postlar. Men Qarshidan birgalikda o'sha maktablarda tadbirlar o'tkazdiramiz deyishdi. Keyin o'sha guruhlari bor ekan, ijod qilamiz deyishdi. Shu insonni izlayapman, hozir topishimizga yaqin qoldi, xudo xohlasa. Nima dedi? Oz qoldi demak. Izlagan Makkani topadi deydi-yu. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Va shu o'rinda fursat bor edi. Jo'rabek Rajabov degan bir muxlisingiz bor ekan. Do'stimiz mahalla telekanalini doimiy kuzatib borar ekanlar. Ishonasizmi, oldingi chiqqan ko'rsatuvingizdan buyon yozadilar. Qachon Mirzo Karim kelsalar, albatta aloqaga chiqsalar, telefon ham qiladilar shu yigit. Haqiqatdan ham juda ham san'atni yaxshi ko'ruvchi, san'atni shinavandasi ekan. Mana shu odamdan ham bir salomlar bor, shuni qabul qilasiz, menga omonat. Ushbu aynan shu Jo'rabekning to'yiga borib keldim. Jo'rabek yangi yilda yangi oila, 30-dekabr kuni. Qashqadaryoga Uzunga bordingiz. Surxondaryo Uzun. Ana Uzun. Jo'rabek, men siz salomingizni yetkazaman deb ovoraman. Siz qarang, baxtli yashayotgan ekansiz. Akalari ham bir ajoyib akalari bor ekan. Akalari ham endi salomat bo'lsinlar. Yurtimizda mana shunaqangi adabiyotga, she'riyatga, san'atga ixlosmandlar ko'p. Albatta ulardan faqat yaxshiliklar. Bosh omon bo'lsin shunday insonlar. Bor bo'ling, salomat bo'ling.